Mana Dugoboda dachalar. Mana Dugoboda shuna joylarda dam olish kerak. Nazar qiling. Mana haqiqiy yog'ochdan yasalgan uylar. Haqiqiy. Bu yerda tarozi ham bor, nima maqsadda bilmadim. Ha, harakat qilganda taroziga chiqib yurgan o'g'lim. Ну, такой вот фигня стоит. А чем мы хуже? И вы знаете, это все восприняли на ура. Ну вот теперь мы ждем, вы знаете, в Италии, в стране не это. На второй этаж можно, да? Я вам 99,9% даю, что вот это вот все chiqing. Wow. Mana dam olgan dachasizlarga akalar o'g'illar. Dugoboda. Shuni chiqasizlarda. Ne chiqsalaring короче. Bitta qo'yaver. Wow degan mana joylar. Havosiga вообще gap yo'q. O'ta go'zal havosi Dugoboda shu joylarda dam olsalaring bo'lar ekan. Xo'p, o'zbek so'mida 140 ming, 150 ming shunaqa ekan. Sezoniga qarab narxlar o'zgarishi mumkin. Ikkinchilardan chiqaraylik, o'yinga chapga yo'llar bor. Voy mana. Krasiva. Wow degan joylar mana. Bitta qarab qo'ying o'g'lim. Qale, yoqdimi dacha? Mana chiroqlari bilan ullas. Hot ana. Oilaviy kelsalar, ullas. Maza. Yayraysilar. Ha. Shunaqa Dugoboda shu joylar. Umuman ta'rifga til ojiz. Xullas kalom mana. Havosiga вообще gap yo'q. Nima qilishsin yana ayting. Ayting, nima qilishsin? Yozda issiqda layt bosishda telefon shu uylarda Farg'ona o'rtelishadi. Ha, Farg'ona bir joyda kelsin hammalari. Yozda issiqda layk bosishsinmi birinchi? Ana. Layt bosishdan kelsin. Ana, birinchi layk bosib keyin kelinglar ekan. Bo'lmasa ekan. O'zim Keling. bo'lmaydi. Mana. Bo'lmaydi. Haqiqiy yog'ochdan qilingan uylar, hamma sharoiti bor ekan. Hammom, tualet, hamma yo'g'i bor. Никто никак не работал. 21 год у нас вся правительство, вся власть поменялась. Radiomi nima bu? Eslaganlar bormi? Radiomi shunaqa Никто xolos не mana. хочет даже слушать об этой программе. Сейчас вы немножко не торопитесь. Почему они Да мы уже, знаете, мы после, когда вот это вот столкнулись, что программа не работает, мы поехали, ну сначала начали с областного, на нас там, извините, да, как на дураков посмотрели. А потому что они не разбираются. Все, после этого у нас руки опустились. Layt yamadi. Пускайтесь. О, мы тачки тёрнули, мы что, tepaga chetdan Не chiqib turibdi. отпускайте руки, потому что сейчас воды, пост воды дает. Oshxona bitta ovqat beradi. Международный. O'ylaganda ovqat qilib chetdan beraverasiz qayerdachi. Xullas hamma sharoiti bor. Xullas mana shu dachada 150 ming to'lab mana shu basseyn uchun 5 ta odam. Bu sauna mana. Ruskiy banya deyiladi, buni ruskiy banya. Ruskiy sauna. Mana haqiqiy. Obunachilar mana ko'ringlar. Maza qilasan, olyapman ham uni. Bu basseynni ko'rsatib sizlarga mana. Haqiqiy maza qilib cho'milasizlar, suv bag'dan chiqib, ag'dan tushib ketadi. Toza qorni suvi mana. Dugoboda joylashgan. Ana uradigani mana ko'ryapsizlar. Shunda tarta uradigani. Mana. Kelinglar, Dugoboga kelinglar. Haqiqiy dam olinglar. Havoda umuman men sizlarga tasvirlab bera olmayapman hozir. Havos qalay ekan o'g'lim o'zingiz ayting. Havo qanaqa havo? Havo yaxshi-da. Yaxshi ekan, a? Zo'rmi, nima qilyapsan? Dam olyapsiz kelib. Mana. Kelinglar xullas mana shu joylarda dam olinglar. Ana. Endi yo'qshani
O'ta go'zal manzara. Ha. Mana xullas akalar ovqat degani tashqarida qilaman deysizlarmi? Xullas mana sharoitlar. Juda zo'r sharoitlar xullas mana. Oshxona, hammom, tashqi nima xullas mana. Atmosfera zo'r. Bu joy Shahmordon Dugobasida. Dugoba postdan o'tasizlar, bilasizlar? Bitta postdan o'tib bemalol kelib dam olib ketsa ham bo'ladi, maza qilib. Narxlari ham xullas 140 mingdan 130 ming, 150 ming har xil o'zgarib turadi, deyapti. Egasi mana rus egasi aytayaptiki, sezonga qarab o'zgartiramiz narxlarni, deyapti. Sezonga qarab. Misol deyapti. Kelishasizlar endi, iloji yo'q, kelishasizlar. Haqiqiy mana beryo'za daraxtlari ham bor, xullas. Poniya Archazor. Xullas kalom zo'r joy. Bu reklama emas, tavsiya. Shu joylarda dam olish kerak ekan haqiqiy. Hozir aytayaptilar. 3 kishi ketsangiz ham, 3 kishi kelsa ham boshqa odam qo'ymaydi balki. Qo'ymaydi. Ha. 2 kishi kelsa ham. Yo'q, 2 kishiga kichkinaroq joy beradi. Kichkinaroq. Tevarog'ida Tevarog'ida oilaviy joylari bor. Mana ikkala